Davom etamiz. Mintaqamizda so'nggi yillarda suv tanqisligi tobora kuchayib borayotgani, aholi soni va iqtisodiyot tarmoqlarining suvga bo'lgan ehtiyoji izchil ortib borayotgani irrigatsiya tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Ana shunday murakkab sharoitda mavjud suv resurslaridan oqilona foydalanish, samaradorlikni oshirish dolzarb masalalardan biriga aylandi. Xo'sh, joriy yilda suv resurslarini tejash bo'yicha qanday tizimli ishlar amalga oshirildi? Mavzuni muxbirimiz Mohinur Nurqobiyeva davom ettiradi. Mutaxassislarning baholashicha, so'nggi 50-60 yil ichida Markaziy Osiyodagi muzliklar maydoni O'zbekiston uchun asosiy ichimlik suvi manbai taxminan 30% ga kamaygan. Hisob-kitoblarga ko'ra, 2050-yilga borib Markaziy Osiyoda ichimlik suvi yetishmovchiligi mintaqa yalpi ichki mahsulotining 11% ga pasayishiga olib kelishi mumkin. Agar 2015-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda umumiy suv tanqisligi 3 milliard kub metrdan ortiq bo'lgan bo'lsa, 2030-yilga borib bu raqam 7 milliard kub metrga, 2050-yilda esa 13 milliard kub metrga yetishi mumkin. Hozirning o'zidayoq sug'orish va ekologik maqsadlar uchun zarur bo'lgan suv talabi to'liq qondirilmayapti. Suv iste'molining ortishi va manbalarning ifloslanishi ichimlik suvi zaxiralarining qisqarishiga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda mavjud ichimlik suvi hajmlarining kamayishi bilan bog'liq ravishda kam suvlik va qurg'oqchilik xavfi keskin oshmoqda. So'nggi yillarda davlat suv xo'jaligi sohasini isloh qilish bo'yicha tizimli ishlar olib bormoqda. Bu choralar suv yo'qotishlarini kamaytirish, suv va energiya samaradorligini oshirish, aholi va qishloq xo'jaligi uchun barqaror suv ta'minotini ta'minlashga qaratilgan. Joriy yilda suv tejovchi texnologiyalarni hamda suv yo'qotishlarini kamaytirish tadbirlari asosida 10 milliard metr kub suv iqtisod qilindi. 2,5 milliard kubi tomchilatib sug'orish va suv tejovchi texnologiyalar hisobiga to'g'ri kelsa, qolganlari sug'orish tarmoqlarini betonlashtirish, raqamli texnologiyalarni joriy qilish va ilg'or agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish natijasida 10 milliard kub suv tejaldi. Shu bilan birga 2026-yilda 503 ming gektar maydonda suv tejovchi innovatsion texnologiyalarni joriy qilish maqsad qilingan. Ob-havo injiqliklari, iqlim o'zgarishi, yog'inli kam bo'lishi natijasida qishloq xo'jaligi mahsulot yetishtiruvchilariga va suvchilar oldida sinov yili bo'ldi. Joriy yilda 880 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar va suv tejovchi tadbirlarni amalga oshirishimiz, kanallarni, magistral kanallar va ichki sug'orish tarmoqlarini betonlashtirishimiz va ilg'or agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishimiz natijasida 10 milliard metr kub suvni tejashga erishdik. 2026-yilda ham tahlillarimiz yaxshi emas, chunki bugungi kun holatida respublikamizdagi suv omborlaridagi yig'ilgan suv zaxiralarimiz o'tgan yilgi shu kun holatida 6,5 milliard metr kubga kam. Biz buni o'rnini qoplash bo'yicha alohida reja tadbirda amalga oshirib, birinchi navbatda kelasi yilda ham suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilishni 503 ming gektar maydonda rejalashtirganmiz. Shuningdek, 600 kilometr magistral sug'orish tarmoqlari va 20 ming kilometr ichki sug'orish tarmoqlarini betonlashtirish hamda ilg'or agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish natijasida 11 milliard metr kub suvni iqtisod qilish maqsad qilingan. Suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish suv resurslarini 45-50%, yoqilg'i energetik va mineral o'g'itlarni 25-30% tejash imkonini beradi. Shu bilan birga mehnat samaradorligi 15-20% ga oshadi.